kuzatuvchilar bitta narsaga e'tibor beringlar. Bizdagi sharoit bilan bitta sharoit ko'ringlar. Oddiy. Qo'pol qilayotganda shag'al toshiydigan mashinalarda mahsulot olib chiqib, pomidor bozoriga o'tdik. Mana pomidor. Mana ko'ryapsizlar, pomidor. Olisada mana, olisada mana bitta qizilni ochaylik. Tagini ochaylik. Tevaga yaxsini qo'yib, shu gapini bo'lishi mumkin. Hali o'kini o'zimizda ham ochuvdik-ku, shunga bir o'zimiz ko'raylik-chi, qani. Земляные. Oling tagini mana aka. Haydagani bormi, o'qlagan tevasida siraylik, hayda siraylik. Yerdiki, Супер, супер. Bu qayerda masala? Turkiya yo Ozarbayjon, Eron? Eron, Eron. mahsuloti Eron. Bu yer ha? Yer. Tebrik, harlik yoki Narxoni nez? Az zamin? Az zamin Yerdiki neydi? Ayting, yerdiki ekan. bu yerda mahsulot ekan. Bu teplitsa bo'lsa, ashe Mana super. qishda turibmiz, bu yerda ham qon o'yapti. Akalar, mana hozir. Mana pomidor, yaqinroq olib keling iltimos. Mana. Tagida holatni ham ko'ringlar. Bu dehqon bu. Aka iltimos. Beni o'tib bering. Dehqonmi yo tirikchilik qiladi? Shuma savdogar hasta yo dehqon? Dehqon? Savdogar. Bu dehqondan bular olayotganda, savdolashayotganda, dehqon shart qo'yadimi yo bular mana-manani olaman talab qiladimi? Shuma az dehqon vaqtdagi xarid mikri shumura hamash tayyor mehnat yo beri zakaz mehnat уже shu servis mehnat. Xudoshun servis tayyorlab beradi. Berim degani. Dehqonlar o'zi tayyorlab qo'yadi. Xohlaganda bo'lib keladi. Ha endi bularga chiligini, maydasini, qayga maydasini o'qlaydimi, o'qlamaydi? Mana shu da bo'lish. O mayda qilib, mayda, malik. Mobaynash. Bak qani. Arxivlar seriyo hamashi yaxshilar ish. Hamashi. Mana bunday bo'ladimi yoki o'sha solgan? Hammasi bir xil ish. Ha, Ustidan tayyorgacha bir xil. bir xil. Malades, so'l. Mana olib o'zini xalqiga, dasturxoniga dehqondan mana bu savdogar ekan, dehqondan savdo qilib olib keladigan jaydaricha perevod bilan gaplashyapmiz. Bu og'aynimizni hayotimizni, umrimiz davomida endi ko'ryapmiz. Mana o'zini mahsuloti mana olib kelgan mashinalarga e'tibor beringlar. Sharoit, bizdagi sharoit bilan bitta sharoit. Ular dehqon. Yo'q sharoitda zo'r mahsulot yetkazyapti. Yo'q sharoitda. Men Afg'onistondan. Bizda O'zbekiston sharoit zo'r, O'zbek. tagiga Ha, o'zlaring o'zbekmisiz? sizlar gurpa deylar, o'zlaring realniy holatga baho beringlar.